Assalomu alaykum görmənlər. Hayat rang-rang güllər bilan to'lgan gulzorlikdir. Bu gulzorlikdagi har bir tal giyoh, har bir tal yo'pirmoq, har bir tal gullarda hayot qismatlari va rang-rang turmush kartinalari tasvirlanib turdi. Bugungi programmamizda biz ana shu rangdor turmush kartinini yaratilgan yozuvchi Tursunjon Muhammadning Shinjon xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Jazira nomli roman haqida so'zlab quramiz. Söhbetimizge iki aziz mehmanı daxil qildik. Bulardan biraylan Uchturpan noya İmamlarım yazılık başlangıç maktabdan şair obzorchi Ro'z Sopi Uchtekin efendi. Yana bir mehman Şinjan Pedagogik Üniversitesi Edebiyat İnstitutu'nun magistr aspiranti Abdixabar Sulayman efendi. Dunyoviy nadir asarlarni, shunaqla Jungu adabiyotidagi Xanzu tilida yozilgan nadir asarlarni o'qimay turib, uni tushunmay turib, biz dunyo adabiyotining jumladan Jungu adabiyotidagi o'zgarishlarni, yuzlanishlarni biz tushunib olmaymiz. Shundaqla yana bizningki ona tilimizda yozilgan bir qism asarlarni Xanzu tiliga va dunyodagi boshqa tillarga tarjima qilmasdan turib, yana biz dunyo jamoatchiligiga, jumladan Xanzu o'qirmanlarga adabiyotimizdagi navbatdagi yuzlanishi, taraqqiyot saviyasi va uningdagi burilishlar, shunaqa yozuvchilarimizning ong tafakkur saviyasini biz ularga bildirib bo'lmaymiz. Bunga qaraganda bu yerda adabiy tarjimaning roli intayin muhim degan gap. Biz bugun muvaffaq bo'lmoqchi bo'lgan Jazira nomli bu romanmi dal mushu gapimizning dalili sifatida avval Xanzu tiliga, undan keyin ingliz tiliga o'rilib adabiyotimizga ve okurmanlarımızga şan-şaraf yetkepti. Muş romanninki mana bu şundaq Xanzu tiliga şundaqla ingliz tiliga tarjima qilinishning o'zi navbatdagi qo'sh til tarjima nashriyatchilik ishlarida, ya'ni asonliq millatlarning nodir asarlarini Xanzu tiliga tarjima qilish, shundaqla Xanzu tilidagi nodir asarlarni Uyg'urchaga tarjima qilishning iborat bu nashriyat qurilishi nisbatan aytgan chog'da muhim bir ahamiyatli emgak hisoblanadi hamda. Anda hoş muş qurilish nima vajin yo'l qo'yilgan, bu qurilish yo'l qo'yilgandagi qandaq emgak va izlanishlar bo'lindi, bu qurilishda qandaq natijalar yaratildi, bu vaqtdagi qarashlarni bizningki adabiy tarjimonlarimizning og'zidan anglab baqqan bo'lsak, marhamat. 2010 yili 12 oyninki 20'si o deyman mening esimni qilishcha. Merhum ulug' shoirimiz Tepcha Ilyupniki 80 yilligini xotirlash uchun biz Shinjon xalq sarayida marhumniki xotirlash yig'inini ochdik. Ham shu yig'inda Janshunshen Shuji shu 2011 yildan boshlab Shinjonda bir cho'ng bir adabiyot qurilishini boshlashni yo'l qo'yishni jakaldi. Yana her yili şu arkası milletlerindeki ana til icadiyat kuvvetli eserlerine 5 milyon xarajat ajırtılgan eser tercim kılış için, edebi tercim işlerini kollaş için 5 milyon cemi 10 milyon xarajat ajırtıp şu Şinjanlık asallık milletlerindeki edebiyatını kollaşmasına bir kararını çıkardı. 2011 yıldan başlap biz terbiyeleş işleri bilen birge şu ciddi tutup bir türküm eserlerini Xanzuchadan millichiga, yani Uyg'urcha, Qozog'cha, Qirg'izcha, Mo'ng'ulcha deganlarga tarjim qilish ishini uyushtirdik. Yana undan keyin bir qism Uyg'urchadan, Qozog'chadan, Qirg'izcha, Mo'ng'ulchalardan Xanzuchaga tarjim qilish ishlarini boshladik. Buning ichida Uyg'urcha ko'p endi Uyg'urcha kitoblar biz 10 necha kitobni shu tashkilladik. 2011 yilning oxirigacha biz endi aldık yani 20 yıldan artık bu işinki aldık yani neticede 2012 yılının 5'inde 48 parça kitap neşirden çıktı. Bunun içinde icadi eserler var, onun için tercüme eserler var, tercüme eserlerden Xanzuchadan Uyg'urchaga var, Uyg'urchadan Xanzuchaga var, boshqa millatlarning var tercümesi var. 2012 yılı yani buldu 70 parça kitap çıkardı.
Demek biz bu kitaplarni nashriyatlab chiqargan bo'lsak, bu 70 baş kitapning hammasini bizning Şinjan Yazıçılar Cemiyeti tashkillab, mayli ijodiy asarlar olsun, mayli tarjima asarlar olsun, qaysi asarlarni tarjim qildirmiz Xanzuchni Uyg'urchaga, qaysi kitoblarni Uyg'urchaga, Xanzuchni Qozoqchaga, Qirg'izchaga, Mo'ng'ulchaga degandek bizning tashkilladik. Ondan keyin Uyg'urchaga qaysi kitoblarni Xanzuchga tarjim qilamiz degandek, mana bu tur 70 parcha kitap, buning ichida 70 parcha kitobning ichida 30 parchasi tarjima asarlar. Jami 2 yilda 118 parcha kitobni shu vujudga chiqardik. Bu Tursunjon Muhammadningki Jazira degan romanni biz shu 2008-2009-yili ma'lumotga qo'shtil ta'ilga qo'sh tarjima qurilishidan ilgari biz tashkillagan bir kitoblarning birisi endi. Ro'zi So'pi efendi. Endi bir parcha romanimizningki Hazratlar jumladan dunyoviy til bo'lgan ingliz tiliga tarjima qilinishning o'zi bizni xushallanigan ish. Nima ish xushallanimiz deganda albatta bu bizningki badiiy adabiyotimizning muayyan pallasini, muayyan burilishini, muayyan taraqqiyotini aks ettirib beradi. Bu ishlarni o'z navbatida dunyo adabiyotida qo'shilgan bir tuhfa ostida bo'lsin. Demak, mushundan qaraganda siz bu roman o'zida hozirlangan badiiy muvaffaqiyatlar bilan agar mushunda badiiy muvaffaqiyatlar bor ish to'g'ri kelsa, Uyg'ur adabiyotininki muayyan badiiy saviyasini dunyo jamoatchiligiga tushuntirib bera olamdi yo'q? Mushat qarashlaringizni taqay. Bu savol haqida muhokama qilish to'g'ri kelganda bizning Uyg'ur adabiyotidagi barliq kelgan romanlar va shu Jazira nomli romanning badiiy muvaffaqiyatlarini va shundaqla shu romanning Uyg'ur adabiyotida tutilgan o'rnini qisqacha bo'lsa so'zlab o'tish to'g'ri keladi. Endi bizda hozirgacha 300 parchaga yaqin roman ijod qilindi, son jihatda 300 parchaga yetdi. Jazirami dal mana shu romanlarning jumlasidir. Endi men Jazira nomli bu romanni o'qigandan keyin yozuvchi Tursunjon Muhammadning shu romanda qo'lga keltirgan tuvandagidek muvaffaqiyatlarni his qildim. Birinchisi, bu romanning mavzusi to'liq joyida, jalbkor ham simoqliq qo'yilgan. Endi bir mavzu. Endi nurg'un yozuvchilar ba'zi sal qarab qoldi. Amniyatda shu mavzu romanning nomi, ismi qat'iy sal qarashga bo'lmaygan nuqta. Ya'ni bir romanni, bir asarni, bir uy desak, bu mavzu shu uyning ishki bizni boshlab kirdigan. Biz bu romanni qo'limizga olgandilar. Shu Jaziraning shu biz yashayotgan tabiat dunyosi cho'l jazira. Bu yoki shu inson tabiatidagi bo'lgan sira o'ynayotgan bu cho'l jazira mi? Biz bilmaymiz. Lekin shu bilinmas kichidagi bir xil hayajon, bir xil qiziqishida birisidan yana birisiga cho'nqirlab kirib ketamiz. Yana bir aloyligi bu romanning. Abdur pishqon til ustasi. Ham intayin qaynoq hissiyat bilan shu tasvirlar qaynoq hissiyatga to'yingan. Til ustasi deganimizda yozuvchi Tursunjon Muhammad har bir jumla, har bir abzas hozirgacha 10 parcha kitob chiqibdi. Har bir jumla, har bir so'zda nihoyat o'ylanib ishlatadi. Takrorlik yo'q. O'qitishlar bir-biridan rangdor, bir-biridan yangi. Mushlar bizga voqelikdan bekroq mush yozuvchining ishlatgan tili, o'qitishlari qiziqtirdi. Endi tasvir hissiyatga to'yingan. Endi bizga ma'lumki bir adabiy asarni bizni qiziqtiradigan, bizni o'qishga jalb qiladigan bir hissiyat. Endi adabiy asarda shu til, tasvir bo'lmasa, tilim qurg'oq chiqib qoladi. Adabiy asarning qurg'oqlikdan qutuldiradigan dal hissiyat, shu qaynoq hissiyatga to'yingan tasvir. Bu bayon, muhokama bilan bu adabiy asarni toza hissiyatga to'yingan holatda, sudek roman holatda chiqarib bo'lmaydi. Ondan shu personajlarning dialogimi shu milliy xoslik turib turdi. To'g'ri. Bu romanda eng oddiysi bir to'rt bir yakasi qilishadigan afsona paranglar. Shu Uyg'ur millatining xushchaqchaq, oq ko'ngil, samimiy, qizg'in, umidvor bir xalq ekanligini aks ettirib berdi. Shu bir qator aloyliklarni elib aytgan chog'da ma roman xanuzlarga, undan keyin ingliz tiliga tarjima qilinib, bizning shu Uyg'ur xalqimizning oq ko'ngil, samimiy, chidamliq, kudirishchan, xushchaqchaq xarakterini boshqalarga tunishda xeli zo'r rol o'ynaydi. Endi romanning Uyg'ur adabiyotining badiiy saviyasini namoyon qila oladi deganda, bu
xanuz tilini ingliz tilga tarjima qilinishi bu bir xil yaxshi boshlanish. Hozir bizning tarjima qilayotgan asarlar dunyoviy asarlar bilan hamda samimiylik bilan sevishtirib baksak, bu asar hamda ma'lum jihatdan namoyon qila oladi deb qarayman. Rahmat. Demak, endi mening nazarimda bir parcha romanninki yoki bir parcha asarning tarjima qilinishining o'zi bu masala yerli emas. Endi bir parcha asar o'rildigiga bir tafakkurning o'rilishi, bir madaniyatning, bir folklorning, bir milliy kayfiyatning, bir ijtimoiylikningki o'rilishidan iborat. Buning qaragan chaqning o'zida dunyovilikning o'zi amaliyotda dal uning milliyligida. Dunyovilikning o'zi dal uningdagi davr ro'yida. Dunyovilikning o'zi dal milliy psixik ongda va insonning o'rtaq ovozida. Mushtoqdan qaraganda Jazira nomli romanniki xanzu tilidagi tarjima saviyasi nagacha bo'lgan. Bu roman xanzu tilida o'rilgandan keyin xanzu o'qirmanlar orasida qanday inkaslar bo'lindi. Ondan keyin kasbdoshlarningki mush romanninki xanzu tili tarjimasiga bergan bahos qanday bo'ldi? Mushaqti qarashlarni biz o'zimizningki adabiy tarjimonlarimizningki og'zidan bir anglab olgan bo'lsak, deb marhamat. Tursunjon Muhammadning Jazira nomli romanini biz shu vaqtda Aqsudagi Sudoshin deb bir tarjimonimiz bor. Shuni o'rinlashtirgan. Buni o'rinlashtirishga maqsadmi Sudoshin shu Aqsu, ya'ni Janub Shinjongda ashaqda turishli bir tarjimonimiz. Endi o Tursunjon Muhammadniki yozgan asarimi Janub Shinjongdagi Uyg'urlarniki shuna bir ziyoliy turmush asar. Endi bu jihatdan o'rtaq bir tushuncha bo'ladi deb shu Sudoshin o'rinlashtirgan. Ilgari hamda xanzular bizniki bunda qilqi muvaffaqiyatli xanzucha tarjima qilingan asarlarni o'qib boqmag'achqa, va Jazira qatorli romanlar chiqqanki, bo'lib Jazira romani xanzucha tarjima qilingandan keyin yaxshi ta'sir qo'zg'adi. Xanzular va yaxshi ekan, o'zlaring adabiy asarlaringlar, romanlaringlar yaxshi-ki, bo'lsa texim ko'p tarjima qilsanglar o'qidek, biz o'qiyamaydi ekanmiz, bo'lmasa biz aram bir kitob, ikki kitob bo'lib qolsa bo'lmaydi ekan, jiq-jiq turkumlab tarjima qilsanglar, uyushtirsanglar deb bizga da'vatida, shu bizga bir xil buruch tuyg'usi teximi besim bo'lib, hamda mushni teximi ko'proq ishlamasak bo'lmaydi ekan deb o'ylayapmiz. Abduxayber efendi, mush roman, Jazira nomli mush roman, hamda mushu masalani, ya'ni ziyoli yoshlarning mush qayta tarbiyaga tushgan mush ziyoli yoshlarningki va mush ziyoli yoshlarning turmushini shundaqla ular o'tirishidagi mehr-muhabbat, ziddiyat, do'stlik, shundaqla ulardagi bir xil ma'naviy burilishni aks ettirgan deb qargan taqdirda mush taraflari sizningki ba'zi ta'sirotlaringizni g'idiqlay oladimi? Endi shu oldingi asrning 70-yillari shu ziyoli yoshlarning qayta tarbiyaga tushish, shu yerda o'rganish ahvollari qartandi. Mening dadammi bu ishlarni besh jiq so'zlab beradi. Lekin men bu narsani so'zlab bergan bilan darhol esimga kelib ko'zimni oldida bu gavlanmaganda. Tursunjon Muhammadning bu romanini o'qigandan keyin ko'zimni oldida shunda bir oldingi asrning 70-yillari qaytib qolgandek. Shu yerlarda biz konalqi Yikellik meydan, Rakta yezisi degandek bir yerlarda o'zim yurayotgandek bir xil tuyg'u keldimda. Mushu yoshlarningki muhabbat, do'stlik, raqobat qatorliq mushu jihatlardagi temalarmi oz emas. Lekin bu Tursunjon Muhammadning bu Jazira nomli bir romanda mushu narsaning o'zi meningcha bo'lganda mushu boshqa asarlarga qaraganda bir qadar mayl til jihatdan bo'lmasin yoki badiiylik jihatdan bo'lmasin, bir qadar yuksak saviyada. Yani bir qadam burunga qaraganda bir xil ilgirligan asosda mushularning ruhiy dunyosi, psixikasi, o'y xayollarini hammani bizga yetkazib berdi. Men dastlab o'qigandan keyinki bu ta'siratimda bularni izchil holda mushu biz boy deyotgan mehr-muhabbat, do'stlik, raqobat degan narsa ba'zi giralishib ketgan bo'lsa, ba'zi mustaqil taraqqiy qilgan. Mushularning o'zida yana o'xshamagan ziddiyatlar kelib chiqqan, o'xshamagan to'qinishlar bo'lgan. Mush jarayonda do'stlar orasida ba'zi har xil ziddiyatlar, ko'ngilsizliklar shakllangan, hatto bularning taqdirida o'zgarish bo'lgan. Mushuna ahvollar bor. Endi mushu ahvollar qarta aytganda Tursunjon Muhammadningki mushu qalam tavirtish hamda mushu romanni yozish jarayonidagi xuddi men shu Tursunjon Muhammadni shu maydonda yana o'zi mushu muhit o'sib yetildimiki deganda bir xil tuyg'u keltirib qo'ydi. Meningcha bo'lganda mushu
romanning eng odamga beradigan cho'ng muvaffaqiyatlaridan birisi odamni naq oldingi asrning 70-yillari qaytara oladigan bir xil shunda bir manzarasining bo'lganligida deb qarayman. Mushaqdagi nurg'un hikoyatlarni anglaymiz, nurg'un naqshlarni hozirgacha o'qib kelyapmiz, anglab qolmaymiz, bu vaqtdagi hikoyatlarni o'qib qolmaymiz. Demak, mushning o'zila, mush faoliyatlarniki bizningki sizga o'xshash yoshlarimizga, jumladan mush o'qirman do'stlarga qanchalik endi bir ta'sir qila oladiganligini. Shunaqla ularningki mush ma'naviy yetilishlari, burilishlari, mushaqdagi qimmat qarashlariga muayyan ta'sir ko'rsatganligini isbotlab beradigan muayyan bir misol o'zi kerak endi. Tursunjon Muhammad Efendi izchil proz ijodiyati bilan shug'ullanib, o'zining asarlaridan o'zining ovozini topa oladigan yazuvchining biri. Uning hozir qadar 4 qo'ch romani e'lon qilindi. Masalan, uning Hijron, Kuz yomg'iri, oldimizda turayotgan Jazira, ularga yaqin ta'sir qilgan qaysi nomli romani. Endi boy dedim, mush ovozning o'zi yozuvchiligi muayyan bir badiiy saviya, muayyan bir uslub bo'lsa kerak. Mush to'xtadan chiqish qilib sizdan so'rab baqsam, Ro'zi So'pi Efendi Jazira romanida Tursunjon Muhammadningki ijodiyat xosligi va uslubi aks etganmi? Agar aks etgan deyish to'g'ri kelsa, bu qaysi taraflarda bakroq keldi ko'ga? Yozuvchi Tursunjon Muhammad siz degandek izchil mushu proza ijodiyati bilan shug'ullangan, har bir asr degidek o'zini yengilab, yuksaltirib menayotgan yozuvchilarimizdan biri. Men o'chog'anda eng oz deganda tuvandagidek 4 jihatdan mushu romanda yozuvchi Tursunjon Muhammadning ijodiyat xosligini kirib bo'ldi. Birinchi, ya'ni shu bayon mahorati. Endi bayon qilish bir yozishlik bilimlar shediki, hamda eng aqalli, oddiy savatlardan biri bo'lsa-mu, ammo bu bayonni mahorat darajasiga ko'tarish bu unchalik oddiy, oson ish emas. Nimani qanday bayon qilish, ha? Shundoq. Bu asar qaraygan bo'lsak, yozuvchining uzun yil mobaynida yakillab chiqqan, o'ziga xos bo'lgan bayon qilish mahorati, ya'ni buningdagi bayonlar intayin ravon. Odamlar va shu o'qirmanlar voqelik qaragan chog'da shu bayon qilinayotgan manzillar, shu bayon qilish qilingan tillar qimmatli bo'lib, romanni qanday o'qib bo'lganligini bilmayla qoladi. Ya'ni bu bayonda birdam, chekin bayon. Yozuvchi Tursunjon Muhammadning endi eng cho'ng shu bayon martida shu davomli qo'llanib kelgani shu chekin bayon usuli. Nurg'un asarlarda hikoyalar bo'lsin, postlar bo'lsin, romanlarda bo'lsin, shu chekin bayon usulini asos qiladi. Shu asarning eng yuqori bosqichi kulminatsiyadan boshlaydi. O'qirmanlarni bir qiziqtirayotgandan keyin ondan qolgan jarayonlarni boshlab ketadi. Shu bayon qilish mahorati tiki xoslik bu romandami yaxshi namoyon bo'lgan. Ikkinchisi, shu til ishlatish jihatdagi o'zgacha bo'lgan, o'zi xoslik namoyon qilgan. Ondan uchinchi birisida shu personajlarning obrazini nihoyatda jonliq yaratadi. Bu personajlarning obrazini yaratishda shu tipik, hani kichik voqealiklar orqali bizning ko'z oldimizda namoyon qiladi. Bir personaj yana bir personajga o'xshab qolmaydi. Tursunjon Muhammadning mazkur romanida nuqul oldiki, realizmliklar ijodiyat usulini emas, balki realizm, tanqidiy realizm va romantizm ijodiyat usulini o'zaro moyillik bilan giralashtirish usulini qo'llangan. Shunga mazkur romanda shu real tarkiblar bilan xiyol tasavvurlar ayrilmas bir gavdaga aylangan. Mushundan qaraganda Abduxabar Ro'zi So'pi Efendi ishkanlardan so'rab baqsam, endi bularning qaysi personajlar o'zidagi shu xarakter xosliklar orqali sizlarni takroq andiktiradi. Uningdan keyin shu asarda yaratilgan mana shunday rang-garang personajlar, ya'niki xarakter alohidligida hozirgi zamondagi yoshlarimiz ulgi qilish tegishli, o'rnak elish tegishli va insoniy xislatlarni hazırlash tegishli qanday taraflar bor? Mushaqat qarashinglarni anglab boqamiz. Men bu Tursunjon Muhammad akamizning asarlarini nihoyat yoqtirib o'qiydigan bir o'qirman hisoblanman. İlgirik asarlardan takim shu Allohga besqanda namliq to'plamga kirgizilgan asarlardan boshlab Qurultashdagi kunlar, Alvullah qatorliq Alvon qatorliq poster qadar hatto Hijron, Jazira namliq romanlarning o'z ichiga olgan ahvolasida shu
personaj yaratish. Mushu masalada Tursunjon Muhammadning o'ziga xos bo'lgan bir xil uslubi bor. Yana Tursunjon Muhammad ilgari personajlarni o'ziga xos uslubi bilan yaratgan bo'lsa, bu da qitimqi mush Jazira nomli romandagi personajlar meni burunqi asarlarga qaraganda texmi bir cho'nglikqa, personajlarning psixikasini texmi bir kenglikka, uni keyindan mushu personajlarning ro'y dunyosi texmi mo'llikqa ega qilayotgandek bir xil tuyg'uni berdi. Masalan, buningda mushu To'xtayevga o'xshash Husayn Mudir, Ibrohim Mudir, Qudratulloh qatorliq bir turkum rahbarlar, mushu qatorliq bir turkum rahbarlar, hatto o'quvchilar, dehqonlar, har qanday sohaning odamlari bor-da. Lekin mushu personajlarning xarakteri yana o'ziga xos bo'lgan, o'zining kasbi, o'zining qilayotgan ishiga mos holda bir xil shaklda yaratilgan. Masalan, mushu To'xtayev ishtar, ko'rinmas, kichikina huquqni o'zining bir g'oyat cho'ng bir huquqni egilib olgandek, ekanlik maydonini o'zining bir shaxsiy qo'rug'i deb hisoblaydigan shunday bir xarakter bor-da. Husayn muallim bo'lsa, nihoyat roish. Boshqalar kuyundigan, boshqalar tushundigan. Uningdan keyin Ibrohim Mudir. Bu odam o'zining kasbiga, ma'rif ishlariga o'zini beg'ishlagan, intayin o'quvchilarga kuyundigan bir obraz sifatida gavdalandi. Qudratlar deb arliqda bir qistirilib o'tadigan bir personajimiz bor. Bu odam darhol bir o'qimoqqa bu personajlarningki obrazini o'qigandan keyin Qudratlarga odamning bir xil hurmat qo'zg'aldi. Endi bu asar oldingi asarning 70-yillarida oxir ko'rinish qilib turib yozilgan. Lekin shunda bo'lsa-mu, yana odamlarning xarakteri muayyan nisbiy turaqli holatni saqlagan bo'ldi. Endi mushayada bir narsa meni bek jalb qildi. Bu nima deganda, mushu qayt tarbiya ilishga tushgan mushu do'stlarning ittifoqligi, birisi-birisiga hamkorligi, kuyinishi, birisi-birisini yurishi. Bu bizning haqiqatan o'rganishimiz tegishli. Masalan, bizning hozirgi jamiyatimizda murakkablashayotgan, sirliqlashayotgan shunday bir davrning o'zida shunday bir personajlarning bizga shunday bir personajlarning bizning ko'z oldimizda paydo bo'lishi odamni haqiqatan hayajonlantirdi. Bulardagi yana bir taraf shu jafoga chidash o'yi. To'g'ri. Bulardagi jafoga chidash, to'xtamay izdinish, hatto qiyinchilik oldida bosh egmaslik, shunday qiyin sharoitni bularning bel qo'yib etmay, jafoga chidab, shunday o'rganish vaqtini qadrlab, hayotning har bir minut, sekund vaqtini qadrlab, shunday o'rganganligi. Hatto hayotning o'ziga tushliq bir qonuniyatini yakunlab, buningdan keyinki o'zining turmushi qarta yangicha bir tafakkur, yangicha yo'l bilan shunday bir muomala qila olganligi, shu dal biz yoshlarning o'rganish tegishli tarafimiz deb o'ylayman. Mushu Jazira nomli romanda avtor mush ijodiyat xosligida uslub masalalarida o'zini takrorlagan taraf. Uningdan keyin personajlarning ijtimoiy yetilishi bilan munosabatlari, berki bayondagi bir xil izchillik, ichib berayotgan tema, yo'rtib berayotgan masalada bilmay sodir qilib qo'ygan bir nuqsonlarni payqadinglarmi? Ya'ni bu nuqsonsiz mukammallik bo'lmagandek, bu Tursunjon Muhammadning bu Jazira nomli bu romani bu bir qism kichik masalalarda yana savalliklar ko'rilgan deb o'ylayman. Masalan, boya Ro'zi So'pi apandi deb o'tgandek, shu personajlarni mutlaqlashtirib o'tish, ya'ni personajlar xarakteri, ya'ni tipini mutlaqlashtirib o'tish. Masalan, bir To'xtayevni misolga olsak, bu To'xtayev shunchalik hamda bir salbiy, shunchalik eski bir odamning obrazi bo'lib chiqdi. Bu ishtar, shahvatxo'r, o'zini bir azamatxondek chog'laydigan shunday bir personaj. Lekin bu boshdan oyoq bu To'xtayevningki biz bir martiqchiligini bayqamaymiz deb yerda. Bu eskilikni qilishdan boshqa hech qanday ish yo'qmi bu odamni degan xayolga keltirib qo'ydi. Uningdan boshqa nurg'un personajlar. Bu yerda yana bir narsani ta'kidlab qo'yish kerak. Men shu Jilil Sodiq bilan Ayjamal ikki personajning obrazida yana bir xil qanoat his qilaman. Tursunjon Muhammadning shu personaj yaratishida yana bir yangi alaylik o'ziningki aksini topgan deb o'ylayman. Bular yumaloqroq personaj, ko'p qilli qatlandiroq personajlar. Masalan, Jilil Sodiq Xudoberdi bilan bir yerlikda bu bir yerlik ilgari nihoyat yaqin og'illar, ko'ngli shunda sap, oq ko'ngil bolalar.
lekin bu yekenlikka borgandan keyin bu Jalil Sodiq shu muhitning ta'siri, uning keyindan To'xtayevning ta'siri bilan barbara do'stini setib o'tadi, o'zi kichik bo'lsin bir amal tutgan bo'ladi. Keyin yana shu To'xtayevning ta'siri bilan yana yuqori o'rlaydi. Hatto keyin hali katta kadr bo'ldi. Hatto eng oxiri yana bu o'ziniki xiyonatchilik qilganlik uchun bu yana sotlandi. Demak, bu yer nima desa, bir yaxshi, bir yomon mushta giralish tasvirlanganda, Oyjamal mushunda bu bizga intayin yuzi tuvan, hayoliq bir qizning ta'sirini berdi boshda. To'xtayib bilan aralashib qoldi, o'zi bilib bilmay. Yana boshqa nurg'un zo'rlik bilan bo'lib qoladi bu, ha? Nurg'un issiq sovuqlar beshini o'tdi-da. Demak, buningda bizning o'ylig'inimizda personajlarning nuqul bir xil xarakterlanmamiz, ba'zi ijobiy, ba'zi salbiy, mushunda bir aralash personaj xarakteriga ega ekanligidan iborat bir narsani bizga uqtirdi. Tursunjon Muhammadning o'sha asarlaridagi boshqa personajlar asosiy jihatdan bir xilcha, ya'ni ikki qutbga ayirib o'tilgan. Yaxshilari yaxshi qilib tasvirlangan, askilari butunlay askiga chiqarib o'tilgan, mushu xohishga mayilroq bir xohishba. Bu Tursunjon Muhammadning bu personaj yaratishdagi bu kichikkina savalligidan boshqa yana bu til masalasi. Ya'ni tilda endi sal bizab so'zlar ishlatilgan ahvollar borda. Masalan, bu romanning boshdan oxir o'qigandan keyin odamga beradigan ta'siri qo'pol so'zlarning shunchalik bir ko'p ekanligini bayqaymizda. Ba'zi asarlar bo'ldi, qo'pol so'zlar berildi, lekin umumiy asarning ichiga qo'ygan vaqtda bu so'zlar yo'qolib ketadi. Ammo bir so'z, ya'ni bir asarning o'zida to'xtamay mushta ahvolda chiqsa, ya'ni bu xalqning yerlik tilini chiqarmaymiz, ya'ni bu milliy alaylikni ifodalaymiz deb mushta ahvollar ko'plab qo'llanilganda bu asarning sifatiga sal daxl yetishi mumkin. Hamda bu adabiyotning hamda ijtimoiy nuqtadan bo'lsin, estetik nuqtadan bo'lsin deb o'ylasak, bu adabiyotning asosiy vazifasi odam tarbiyalash, odamning axloqiy fazilatini takomillashtirishdan iborat. Estetik to'qib qilishlar. Ba'zida hamda mushta so'zlarning qo'polroq so'zlarning qo'llanib qilishi balkim o'qirmanlarda boshqacha, ya'ni aks ta'sir paydo qilib qo'yishi mumkin-da. Bu yana bir ketkizib qo'ygan taraf deb o'ylayman. Endi uchinchi tarafni aytsak, endi bizning milliy urf-odatimizga sal muxolif bo'lgan ba'zi bir tasvir ko'rinishlar uchraydi. Masalan, Toshpo'lat Tursun uyiga borgan vaqtida onasini yuyindirdi. Bu bir anglamoq odamga sal g'ayri tuyuldi. Garchi bu Abdurul shu Toshpo'lat Tursunniki ota-onasiga bo'lgan qattiq bir vafodorlikdan iborat bir nuqtani chiqish qilib, bu shuni tasvirlamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu sal aksi unum qozonib qolganda, nima deganda bizning urf-odatimizda o'g'illar odatda onasini yalang'och yuyib yoki bunda ahvol asosiyatni bo'lmaydi. Uningdan keyin xudo berdilar, yekanlikdan uzab ketadigan vaqtida gul qalam,